Davlatimiz rahbari tomonidan mana kuni kecha e'lon qilingan Yangi O'zbekiston gazetasining maqolasida chegara zonalariga qolaversa, ularda o'rtasidagi Markaziy Osiyo xalqlari o'rtasidagi do'stlikka, qolaversa yoshlarning siyosatiga qaratilgan va eng asosiysi hozirgi paytda hammamizni e'tiborimiz markazida bo'lgan iqtisodiyot, siyosiy iqtisodiy jihatlarga ham alohida to'xtalib o'tdilar. Hozirda mana shu chegaralar yumshatilganligi sababli endi biz o'zbek tojikka yoki bo'lsam qirg'iz o'zbekka dushman ko'zi bilan qaralishi yo'q, balkim do'stona ohangda qarash uchun. Bu esa prezidentimizni mana shu olib borayotgan odilona siyosati va mana shu tarafdan biz Farg'ona tuman kengashi deputatlari prezidentimizning mana shu pragmatik siyosatlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Hozirda mana prezidentimiz tashabbuslari bilan hattoki mana Shahmardonga o'tishda soat ertalab 6 dan 22 gacha ruxsat berilgandi. Hozir esa bemalol 24 soat davomida o'tish imkoniyati bor. Bunda chegara postlarida qanaqadir muammolar yengilladi, oldin tirband bo'lar edi. Odamlar ozonda turib chegarada o'tish uchun harakat qilishlariga to'g'ri kelardi. Hozir mana shunaqa imkoniyatlar paydo bo'ldi. Eng yaxshisi qarindosh urug'chilik aloqalarimiz yanada mustahkamlandi. Ya'ni shu chegaralarni ochilishi munosabati bilan. Shuning uchun qarindosh urug'chilik, qudandachilik biz uchun azaliy qadriyatlarimiz bo'lgani uchun biz mana shu qadriyatlarni qadrlaymiz va chegara postlarini mana shunaqa ochilishi bizga faqat va faqat yaxshiliklar eshigini ochdi.